mashinamizga, Spark mashinamizga va Cobalt mashinalarimizga tekinga kalotka podarka qilamiz. Bobur aka, charchamayapsizmi? Va Har juma kuni aksiya tashkillashtirardingiz. Bu jumaga ham aksiyalaringiz bormi? albatta bu juma kuniga juda ham katta aksiyamiz bor. Tanishtirib bera olasizmi? Albatta ketdik. Ko'rib turibsan, bizda hozir sifatli bo'lgan Dubai mahsuloti to'g'rima-to'g'ri keladi firmadan. Bu Epson Inox bo'ladi, juda ham sifatli, 10 mingdan 15 minggacha garantiya berilyapti. Kimingdan kimgadir moy xizmati kerak bo'lsa, yoki moy kerak bo'lsa, xizmatini almashtirib berish xizmati va shu yerda ko'rib turgan воздушный filtr bo'ladimi, salon filtr bo'ladimi, yoki обычный filtr bo'ladimi, tekinga podarka qilamiz. Yana bormi aksiyalaringiz? Albatta, ko'rib turibsan, hozir mana balansirovka. Ko'p aka-ukalarimizga balansirovka nimaga? Yuzdan keyin vibratsiya uradi, endi mashinasini rul uradi. Juda ko'p aka-ukalarimizga balansirovka xizmati kerak bo'ladi, sifatli. Kesalar juma namozidan balansirovka xizmati, trendda bo'lib turgan azotni mutlaq tekin qilib beramiz. Azot ham qo'shib berasiz. Azot ham tekin yo'rib beriladi. Bo'ldimi? Tugadimi aksiyalaringiz? Hozir agar obunachilarimiz like bosib, podpishka qilishsa, Damas mashinamizga, Spark mashinamizga va Cobalt mashinalarimizga tekinga kalotka podarka qilamiz. 3 xil mashina uchun. 3 xil mashina uchun kalotkani tekinga. Albatta, prosta xizmatini, almashtirish berish xizmatini pulini beradilar. Kalotka tekin bo'ladi. Gap yo'q aka. Ey aka-ukalar, prosta obuna bo'lib, podpishka qilsanglar bo'ldi. Bular hammasi sizlar uchun.